Bugungi o'tadigan mavzumiz arifmetik progressiya mavzusida hozir dars o'tamiz. Arifmetik progressiya o'zi nima? Arifmetik progressiya bir xil miqdorda oshib boradigan sonlarni yig'indisini topish uchun kerak bo'ladi. Masalan, birdan son boshlanyapti. 4 ga ko'payib boryapti. 1, 5, 9, 13, 17, 21. Mana shu sonlarni biz yig'indisini topmoqchimiz. Masalan, bu uzoq davom etishi ham mumkin. Masalan, bu 61gacha ham davom etishi mumkin. Biz buni hammasini qo'shib chiqa olmaymiz, vaqtimiz yetmaydi. Shuning uchun biz arifmetik progressiyadan foydalanamiz. Buning uchun biz maxsus formulalar bor. Hozir birma-bir ko'rib chiqamiz. Birinchi qaraydigan narsamiz arifmetik progressiyani birinchi boshlangan soni. Birinchi boshlangan sonni biz A1 deb belgilaymiz. Birinchi boshlangan son A1, A1imiz 1 ga teng. Keyin orasidagi farq biz D deb belgilaymiz. D bu orasidagi farq. 4 ga oshib boryapti. Hamma e'tibor berib qarasak, 1 dan keyin 5 kelyapti, 5 dan keyin 9, har biriga 4 qo'shilib boryapti. Mana shu orasidagi farq 4 bo'ladi. Buni biz D deb belgilaymiz. Ko'radigan bo'lsak, ikkinchi sonni biz A2 deb belgilaymiz. Bu son bizga A1 plus D bo'ladi. A3 ni biz 9 deymiz. 3-o'rinda turgani uchun A1 plus 2 D deymiz. A1 bizda 1, 2 ko'paytiruv 4, 9 ga teng bo'ladi. Shu tariqa davom etadi. A4imiz A1 plus 3 D bo'ladi. Shu tariqa davom etadi. Endi biz maxsus formula keltirib chiqarishimiz mumkin. AN deymizda A1 plus n minus 1 ko'paytiruv D. Mana shu formulani keltirib chiqarishimiz mumkin. Masalan, istalgan xadi. Masalan, 5-o'rinda turgan son A5. A1 plus A1imiz bizda 1 ga teng. 1 plus n bizda 5 edi. 5 dan 1 ayirsak 4 bo'ladi. 4 ko'paytiruv D. D bizda 4. Ko'paytiradigan bo'lsak 1 plus 16. 17 ga teng. 1, 2, 3, 4, 5. 5-o'rindagi son 17 ga teng. A5 bizda 17 ga teng bo'ldi. Mana ko'ryapsiz, mana shu formulaga tushyapti. AN teng A1 plus n minus 1 ko'paytiruv D. Endi bizning formulamiz bor. S teng hamma yig'indini topishimiz uchun A1 plus AN taqsim 2 ko'paytiruv n. Mana shu formulaga qo'yamiz. Doim mana shu formulaga tushadi. Masalan, biz 61 gacha sonni olsak. 61 gacha sonni olamiz. Avval biz 61-son nechinchi xat ekanligini bilib olishimiz kerak. 17 bizda 5-xat, 21 6-xat, 61 bizda nechinchi xat ekanligini topishimiz kerak. Buning uchun mana bu formulaga qo'yamiz. AN teng A1 plus n minus 1 ko'paytiruv D. AN bu 61. 61. A1 bizda 1 ga teng. 1 bo'ladi. Plus n ni biz topa olmaymiz. Nechinchi o'rinda ekanligini bilmaymiz. N minus 1 ko'paytiruv D. D bizda 4. Endi tenglamani yechib qo'yamiz. 61 dan 1 ni ayiramiz. 60 bo'ladi. 60 teng 4 ko'paytiruv n minus 1. 60 ni 4 ga bo'ladigan bo'lsak 15 bo'ladi. 1 ni qo'shsak 16. N teng 16. Bildikki 16 bizda 16-xatda turibdi. 16-sonimiz 61 ga teng ekan. Demak bizda 16 ta son bor ekan mana shu ifodamizda. Endi buni biz yig'indisini topsak bo'ladi. S teng A1 plus AN. A1 bizda 1 ga teng. ANimiz 61 ga teng. Taqsim 2 ko'paytiruv 16. Va bizda kelib chiqadi. 61 ga 1 ni qo'shsak 62, 2 bilan 16 ni qisqartiramiz 8 bo'ladi. 62 ga 8 ni ko'paytiradigan bo'lsak 480 ga 16, 496. Javobimiz bizda 496 chiqadi. Shu tariqa misollar ishlab boramiz. IDC kitobidan birma-bir misollarni ko'rib chiqamiz.